xavflar birinchi o'rinda nimaga mana shu odam ko'p ovqat yeydi qarang. Ateroskleroz bo'lib xolesterin tiqilib ketdimi, hamma hujayraga ham sof qon, sof kislorod, sof ovqat yetib bormaydi. U hujayralar bosh miyaga signal jo'natadi. Ey, menga ovqat yetib kelmadi, menga havo kelmadi deydimi, miya nima deydi? Ya'ni oshqozonga yegin deydi. O'shaning uchun o'shancha odam katta bo'lsa ham hali xolodilnikni ochadi, hali boshqa narsani yeyishga majbur bo'ladi. Ateroskleroz hamma narsani boshi, xotira pasayishi masalan, yoki bo'lmasam qon bosimini ko'tarilishi, qonni quyuqlashish holatlari, jigarni yog' bosish holatlari. Ko'pchilik odamlar bilan gaplashganingizda o'tgan yil ham jigarimni yog' bosgan deb aytuvdi deydi. O'tgan yil birinchi daraja bo'ladigan bo'lsa, bu ikkinchi darajaga o'tgan demak. Hozirgi zamonaviy insonga katta kaloriya kerak emas. Hozirgi zamonaviy insonga ko'proq vitamin, mineral kerak. Chunki biz ota-bobomizga o'xshab piyoda yurmaymiz. Ketmon chopmasak, kam harakatlik bizda juda ham ko'p. Mana shuning uchun aytamanki, to'g'ri ovqatlanish kerak. Agarda siz haqiqatdan ham kelajakda qoningiz quyilishini xohlamaysizmi? Men har doim aytaman o'zim odamlarimga suhbat davomida, agar siz o'sha yurak qon tomir kasalligiga mubtalo bo'lishni xohlamasangiz, jigaringiz yog' bosishini xohlamasangiz, ortiqcha vazndan saqlanmoqchimisiz, isitilgan ovqatga yaqinlashmang. O't qopingizda dimlanish bo'lsa, tosh bo'lsa, o'zi jigaringiz yog' bosib yotgan bo'lsa ham isitilgan ovqatdan yaqinlashmang. Chunki hattoki yozilgan joylari bor, ertalabki ovqatni peshinda yemagin degan joylari bor. Biz qancha isitilgan, qayta ishlatilgan, masalan, yarim fabrikat mahsulotlarni iste'mol qiladigan bo'lsak, albatta ichkarida chirindilar va hokazo cho'kmalar paydo bo'ladi. Bu ertaga yuzimizga har xil ajin dog'lar ko'rinishi yoki bo'lmasam tosh yig'ishlar holati bilan ko'rinishi boshlashi. Bu qoida esa biz bekalarga, oila a'zolariga mos ravishda bir marta iste'mol qiladigan miqdorda ovqat tayyorlashni odat qilishni ham yuklaydi. Tushunarli.